Xo'sh, assalomu alaykum o'rtoqlar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsizlar. Kanalda yangilar bang'illatamiz, laykni, bundan tashqari obuna ham bo'lamiz. Telegram kanallarga qo'yib tashlaymiz. Telefon nomer qo'yamiz. Bemalol o'tib zakazlab beraverasizlar. Xitoyda vashi zo'r narsalarni topib kelganman sizlarga. Ishonaveringlar, vashi zo'r narxlarda bo'ladi. Xullas, laykni bosib, faqat bosadigan joyga kelyapti-da. Hozirgi sezonga eng zo'r hadavoy narsalarni qo'yib qo'yganmiz. Mana ko'ringlar. Bunaqangi sviterlar topa olmaysizlar. Ishonaveringlar, maktabda o'quvchi, kollejda o'qiydigan opa-singillarimiz uchun vashi zo'r narsalar bu. Mana ko'ringlar. Injiq narsalar qo'yganmiz. Hozir ko'rsatamiz hamma narsani. Bang'illatib, zakazlab beraverasizlar. Telegram gruppaga obuna bo'linglar. Narxlar bilan qo'yib beryapmiz hamma narsani. Telegramga obuna bo'linglar, обязательно sirrazni bang'illatib. Xo'sh, o'rtoqlar, bo'lmasa hozir do'konda ozgina narsa, lekin vashi zo'r narsalar bor bu yerda. Ko'ryapsizlar, mana narsalar ko'ringlar. Nerealniy narxlarda, nerealniy narsalar. Xullas, bosib oladigan joyi. Aytib o'tib ketamiz joyini, agar keladiganlar kelaverasizlar. Bog'cha bozorini bu B blogimi endi bu qanaqa? S blog, a? S blog 51B do'koni mana shu bo'ladi. Xullas Xo'sh, toza Xitoy narsalarida xullas sizlarga hozir ko'rsatib o'tamiz. Pachka narxini aytamiz, dona narximiz, o'rtoqlar shunga ahamiyat beramiz. Kimga kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa, ekranda nomer bo'ladi, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Hamma viloyatlarga dastavka bor, eng zo'r tiniq narsalarni ko'rsatib o'tib ketamiz sizlarga. Kofta yubka kofta, xullas hozir biz shunday qilamiz. Xullas kofta yubkalar bor. Yubkasini addini, nimasini addini bir so'rab o'tib ketaveramiz. Asosan bitta bosib ketib qolamiz. Bu ham 200 ming. Hozir keldim. Bo'ldi aka. Xo'sh, bo'lmasa hozir hammasini dvoykasini mana aytib ketaveramiz. Dvoykasini bittasini ko'rsatishadi, qolgani hammasi shunaqa bo'laveradi. Xullas hammasini kofta yubka qilib narxini aytib ketaveramiz. Ma'qul kelsa ekranda nomer bilan bemalol chiqarasizlar. Telegramga obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana hozir kofta yubka mana shu nabor ko'ryapsizlar. Toza Xitoy. Mana shu zo'r narsa. O'zi addini sotiladi. Bu nabor qilib kelgan. Ochig'ini aytiladi. Hozir koftasi pachkaga necha puldan beryapmiz? 90 ming so'm koftalar ekan o'rtoqlar. Mana shu koftalar. Fonlisi mana shu yerdan boshlab turib oxirigacha hamma rangi bor. Telegramga kirsalaring rasmlarni tashlab qo'ydik, ko'raverasizlar. Yubkalarimiz necha puldan edi? 95 ming. 95 ming so'm yubkalar. Mana yubkani yaqin olyapmiz. Bu pachka narxini aytyapmiz. Donaga boshqa narx bo'ladi. Ko'rsatib. Mana tepadagi koftalarchi mana shularmiz. 85 ming beryapti. 85 ming so'mdan fonlisga. Tepadagilarni ham bitta aytib o'rsiz. Bularmi? Ha. Bular bir xil puli mana bular 90 mingda. Ha, bir xil 90 ming. Koftani o'shalardan ham qilib beraverasa, kam bormi? Ana, o tepada koftalarcha, o tepada koftalar ham chiroyli ekan. Xo'sh, mana qoralarimizchi? Bularni 110 ming beryapti. 110 ming so'mdan, ha? Pachka narxi pachkaga aytilyapti. 80 ham bermaysiz. Ha, bering. Hozir odam ko'payib ketib qoldi. Xo'sh, mana ularni aytgan narxini mana ulardan boshlaylik, masalan. Mana shu 3 ta ekan, bu rangi, 3 xil rang. Pachka narxini aytib o'tib ketyapsiz, shunga ahamiyat berasizlar. Bu ham bir xilmi narxi buni? Yo'q, bu boshqa. Bu qimmatroq. Mana unimiz necha puldan pachkaga? 85 ming. 85 ming so'm pachka narxi o'rtoqlar. Donagamiz shunga ahamiyat beramiz, pachka narxi. Bunimizchi? Bular 90 ming. 90 ming so'm pachkaga o'rtoqlar. Bunisini aytdik, 100 qancha ham dedik, 110 ming so'm. Mana tayidagi qatorimizni aytib yuborasiz endi. Pachkaga 90 ming. 90 ming so'mdan sviteri, Yubkasi ham 90 ming. yubkasi 95 ming so'mdan bo'lyapti ekan. Bosaverasizlar mana. O'shalarni. Xudo xolasa gazini bosaverasizlar. 90 ming so'mga 90 ming so'm. Shunday bo'lyaptimi hozir? 95 ga 95 ga 90 ming so'm. Bo'ldi, og'alar. 185 ming ekan. Bosaverasizlar buni. Endi mana tomonimiz qoldi. Mana uni ham bitta aytib yuboring. Mana shu vitrovka ekan bu. Vashi yangilikmi bu? Boshqacha. Skromniy vashi. 75 ming. Yo'q, vashi aksiya. O'rtoqlar 75 ming so'mdan hozirgi kiyadigan narsa olib olinglar, uspet qilib. Hozir mana buni rasmga olib olaman buni. Bitta ranglari bormi buni? Rangi bor. Kim buni yubka ham bor-da. Bunga tushadigan yubkasi ham bor, ha? Mana yo'paradagimi bular? Ha, mana uni ko'ringlar. Voy, vashi bomba. Dvoyka qilib peshgan o'zi. Shunda dvoyka necha pulga tushyapti? 160 ming. 160 ming so'mga tushyapti. Вообще zo'r-ku narxi.
Vashi zo'r narx ama. Buni hozir 5 xil 4 xil rangi bor. 5 xil 4 xil rangi bor, ha. Menimcha buni rasmga oldim shekilli. Xo'sh, zo'r ama o'rtoqlar, mana buni ko'ringlar, vashi injiq narsa. Skromnik, maytab, polish, vashi ketaveradi hamma joyga. Mana unimizni sviterlar aytib yuboring, mana shu sviter rosa zo'r narsa ekanda, umi. Ularimiz 90. 90 ming so'mdan 3 xil rangi bor. Mana 3 xil rangi bor ekan. Nimamiz-chi? Yubkalarimiz buni. Yubkalar ular 110 ming beradi. 110 ming so'mdan, ha, bular. Buni materiali o'zi boshqacharoq ekan, ha. Velvet material ekan, ha. Velvet lekin bunaqa varaq-varaqli juda zo'r narsa ekan. Tonikalar, shu paradagi. 110 ha? 110 ming so'mdan bosaveramiz. Buni qora tepa pastlarchi, buni qora chekkadagi. Ularimiz Bormi? beraveramiz. Ha? Ulardan yo'q hozir. Ulardan yo'q, ha? Mana bu tomonimizchi. Ulardan ham qolmadi-da. Bitta qolgan xolasa. Bo'ldi, tushunarli. Aksariyat mo'nlardan kelyapmiz-da. Ha, mana shular ketyapti. Narx zo'r, xullas, maza qilib. Mana uni ham aytib yuboring, bitta mana shuni. Mana qora. Mana puli bir xil aka. Ha, bu ham bir xil. 80 ming so'mdan bosaverasizlar o'rtoqlar. Yangiliklar tashladik, ko'rdilaring, xullas bosaverasizlar. Odam ko'payib ketdi, sekin chiqaylik. Bosaverasizlar mana shu. Mana ko'ringlar, shu injiq narsa ekan. Hamma narsani oldik, yubkasini qaranglar. 110 ming so'm deyishdi, zo'r narsa ekan. Olib foydalansalar ham bo'lardi, kiygani ham, sotgani ham zo'r narsa. O'rtoqlar, kanalga obuna bo'lib, zakazni beraveramiz. Yangiliklardan ko'rib.